Musulmon erkak kishi qiyomat kunida o'zini qilgan amallari uchun javobgar bo'ladi, farzandlarni qilgan ishlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahllaringlarni jahannam o'tidan saqlanglar degan. Kishi o'zini do'zaxdan saqlashligi qanchalik zarur bo'lsa, farzandlarini, oilasini saqlashligi, ularni tarbiya qilishligi ham shunchalik zarur bo'ladi. Kishi qachon o'zini oilasini isloh qiladi? Qachoniki uyidagi jufti, ayoli ham eri bilan bir xil fikrda, bir xil tushunchalarda bo'ladigan bo'lsa. Agar eri xotinning fikri bir, tushunchalari bir, maqsadlari bir bo'lsa, bu oila saodatli bo'ladi. Ayol o'zi farzandlarni ayollar tarbiyalaydi. Xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi? Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini